Farg'ona tumanida malinachilikda o'ziga xos maktab yaratilgan. Aholi tomorqalaridan tortib katta plantatsiyalargacha malina yetishtirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Ayni kunda esa tumanga yo'lingiz tushsa, mirishkorlar tomonidan bahorgi hosilni yig'ishtirib olishayotganiga guvoh bo'lasiz. Bizda aholi sonimiz 3998 ta aholi soni bor. 1216 ta xonadon sonimiz bor. Bizda Dirksha mahalla fuqarolar yig'inida Draveri malinachilik bilan shug'ullanadi. Deyarli hamma xonadonda malina bor. Mana hozir ko'rib turgan malinalaringiz bu o'sha ayollar daftariga olingan ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga 30 yillik shartnoma asosida berilgan yer. Bular bir yilda 2 marta daromad olishadi. Bir kunda 20-30 paqirdan daromad olib, 10 million, 8-8 million atrofida daromad qilishadi. 2 yilgi mana mevalarimiz. 2 yilgi mevadan mana hozir malina boshlandi. Endi shu bilan qishga qor yoqquncha malina pishadi. Ayollarimiz xursand, oilasiga daromad kiryapti, farzandlarini shu bilan boqishyapti, to'ylar shular bilan bo'lyapti. Malinani iste'mol qilish inson salomatligi uchun koni foyda hisoblanadi. Farg'ona tumani aholisi esa buni yaxshigina daromad manbayiga aylantirgan.